Bronxial astma bu o'zi qanday kasallik? Bronxial astma bu nafas yo'llarining surunkali yallig'lanish jarayonida kelib chiqadigan bronx yo'llarining siqilishi va quruq yo'tal bilan keladigan jarayon hisoblanadi. Astma belgilari: quruq yo'tal, nafas siqishi, ko'krak qafasida bosim va hansirash bilan birga keladi. Bu simptomlar odatda allergenlar, sovuq havo, jismoniy faollik, stress va kuchli hidlar ta'sirida yuzaga keladi. Astma xurujida nima qilish kerak? Xotirjam bo'lish va qulay holatni tanlab olish, sabr bilan nafas olish, tik turish va oldinga egilish. Yotish mumkin emas. Yotish nafasni qiyinlashtirishi mumkin. Shifokor tavsiya qilgan ingalyatorni ishlating. Avval 2 marta, 1 daqiqadan keyin yana 2 marta, maksimal 4 marta ishlatish mumkin. Toza havodan nafas olish uchun derazani oching. Tor kiyimlarni yeching yoki bo'shating. Sekin va chuqur nafas oling. O'pkani haddan ortiq ishlashga majbur qilmang. Agar yuqoridagilar yordam bermasa, darhol tez yordamga murojaat eting. Xurujlarning oldini olish uchun nima qilish kerak? Astmaga sabab bo'luvchi omillardan uzoqroq yuring. Doimiy ingalyatordan foydalaning. Astmatik kundalik yuriting, simptomlarni nazorat qiling. Sanator va kurort zonalarda havo almashtiring. Astmatik xuruj bu jiddiy holat hisoblanib, shuning uchun doim shifokor tavsiyalariga rioya qiling. Zarurat tug'ilsa, bizga murojaat qiling.